Omaq savaqdaşlar, bugünkü hikayemiz Mullam o'g'rini qandaq topdi? Burunqi zamonda bir mullam bo'lib, uningga atasidan bir dona marvoyit meros qolgan ekan. Bu marvoyitga ko'rganlar kishining zuqi keladi ekan. Mullam marvoyitni bir kichik sanduqda saqlaydi ekan. Har kuni atdiganda sanduqni ichib marvoyitni bir ko'radi ekan. Bir kuni mullam odati bo'yicha marvoyitni ko'rmoqchi bo'lib, sanduqni ochsa, marvoyit yo'q turg'idek. Mullam o'z uyida o'qitayotgan taliblardan gumonlanibdi. Lekin 10 necha talibning ichida zodi qaysini olganligini bilmak o'ng'ay emas-da. Qanday qilish kerak? Mullam o'yla oxir bir amal topibdi. U o'g'illarini va taliblarini bir yerga yig'ib topdi. Uyimizdagi marvoyitning yo'qolganligi ma'lum bo'ldi. Marvoyit yo'qolgan bilan uyimizda o'g'ri tutadigan bir ko'zi bor. Bu ko'zni hammanglar navbat bilan tutib boqisizlar. Marvoyitni kim o'g'irlagan bo'lsa, shuning qo'li ko'ziga chaplashib qoldi, debdi-da bir ko'zni o'ttirib qo'yib chiroqni o'chirib o'tibdi. Mullamning o'g'illari va taliblar navbat bilan ko'zini tutibdi. Ammo hech kimning qo'li ko'ziga chaplashmabdi. Mullam hammasining qo'liga qarab chiqib, aridan biriga "Marvoyitni sen o'g'irlabsan" deb uni bog'lashga buyuribdi. O'g'rimi iqror qilibdi. Qani o'ylab boqinglar, mullam o'g'rini qanday topdi? Javobi: mullam ko'ziga qozonning kuyisini surkab qo'ygan. O'g'ri qo'lining chaplashib qolishidan qo'rqib, ko'zini tutmagan. Ko'zini tutganlarning qo'liga kuya yoqib qolgan. Faqat o'g'rining qo'liga hech nima yo'qmagan. Mana shuningga qarab mullam o'g'rini tepib olgan.